Ko'rayotganinglar Aylanaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Aylanaz Guruhi qarmog'idagi yemak-ichmak so'rinlari va Baburbodiy chiniqish markazi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang O'zchin yemaklik cheklash shirkati O'zchin taom qurishlari alohida qo'lladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang Misran yemaklik cheklash shirkati Misran qizlari alohida talab qildi. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güclük sağlam bulay desiniz, Aylanaz Baburbodiy çiniqish mərkəziga keling. Baburbodiy çiniqish mərkəzi çiniqish uskunları, ko'ngillik aram ilish rayoni, parkizm munchi muhiti, kasbləşkən trenerlarning astoydil yetaklishi orqali çiniqish arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqish arzuyingiz Aylanaz Baburbodiy çiniqish mərkəzida ishga ossin. Olsun tanlar dilimizde, bu huzurlar dilimizde. Bu şirin telsiz geyler, Özçin bulsa her cayda. Xoşalliq oilangizda. Özçin yürüyüşükten tehdit kolları. 甜蜜蜜，你笑得多甜蜜，就像花儿开在春风里，开在春风里。哒哒哒哒哒哒，在哪里？在哪里见？ To'xta. Biz bugun naqsha etish programmasiga kelmadik, tamoq etish programmasiga keldik. Adam az durmagana balam, yetmishadi. Ma tamoq pishdi programmasiga kelganimdan intayin ma kayfiyatim bek yaxshi jo'bigan. Shuning o'zimni bosolmayman, ganja qilib qo'ydim. Yaxshi, yaraydi. Marhamat, ashi ganja bilan 1 kiloli. Buni shu biga uyga deb keldim lekin. Buningga ganja yo'q hozircha. Bo'pti. Undasa bugun tamoq pishdi programmasida ma tamoqni ikkimiz tang etamiz. Am naqsha etma. Bo'ldi, chatoq yo'q. Bo'lsa usul o'ynab ketganman. So yo'q. Bu Shamsiya bizni chaqirib qo'yib o'zi yo'q-ku. Voy. Erishkimiz asli kelib bo'lgan. Ey, mana, yaxshimizlarmi vallah. Biz niyaga ishqillarning va dialoglarni o'zi yutishga faqat ko'zimiz qiymadi. Shu. Uning ustiga rost gap qilsam menchu bu oilaga qarang degan filmni suratga ilish naq maydonini ko'rayotganda el huzurni turib ketdina. Chaqalgan bo'lsanglar balkim qarab turaverarkanmiz. Biz undaqda bugun alayda taklif bilan programmamizga qatnashgan Xinjiang radio televiziya stansiyasining ataqli rejissyori Xosiyat Qurbon xonim bilan uning kelishgan o'g'li Kamron Kamilni qizg'in qarshi olamiz. Xosiyatning bugun o'g'li bilan birlikda programmamizga kelganimda xushal bo'ldik. Endi mundaqcha aytgan vaqtda Xosiyat Qurbon bizning ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlarimizga nisbatan bakmi tunishdik. Shuning bilan bir vaqtda Xosiyat Qurbon izchil bizga har xil obrazlarni so'g'ib kelyotdi. Mushu oddiy, sodda, oqko'ngil yezi ayollari, undan boshqa yana zamonaviy shaharlardagi oq yoqliq xonimlar, qatorliq har xil rollar bilan, har xil obrazlar bilan bizning qalbimizga singib kirgan bir suyimli aktyorimiz. Har xil rollarni ilib bizning qalbimizda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Shularning orasidagi bekrak bizga ta'sir qilganlarning birisi yeni to'ygan yosh ayollarning bolasini uxlatadigan yilqi itut. Qizqarliq uning ustiga mushu undidorlarda keng tarqalyotdi. Yaqinda Shamsiyada bu shu bir olgan obrazi do'yinda bu qattiq moda kitibda men bir narsa ko'rib qoldim. Bu yaqinimiz do'yinda bu itutninki qaytadan bir moda bo'lib chiqishi nurg'un menga shaxsiy xat yozdi-ku. Sen bizning uydagi ishni ko'rganmiding ada? Ziyon bir suhbat. Voy sen meni de ep chiqibsan qo'y ada dedi. Voy bu men yaqin ep chiqqan narsa emas, 10 yil bo'ldi. Ayni vaqtda men yaxshi g'ulg'ul qo'zg'algan bu itut. Lekin shu u chaqda sen kichik bo'g'ach his qilmabdi-kansa, endi balalik bo'lib ya dada bo'lib ya ana bo'lganda ham bishig'i kay. Hozir endi men yoshlar hozir ko'rib buni xuddi o'zi shudek his qilib qaytadan do'yinglar taqib do'yinglarda qaytadan mod bo'yitibdi. Demak bu nima desa, bu shu bola onaning balog'iga nisbatan bir oilada bolaninki har xil cho'ng bo'lish jarayonidagi duch keladigan har xil qiyinchilik
o'rtaq bir To'g'ri, masala ekan. to'g'ri. Ekran oldidagi televizor ko'rish do'stlarimiz balkim xosiyatimning mundaq bir cho'ng o'g'ilning borlig'ini o'ylab boqmagan bo'lishi mumkin. Inim. Kamranni bir tanishtirayotgan o'xshamsizlar. Kamran hozir opasininki mushu kasbiga varislik qilib Beijing kino sho'yanining aktyorlik kasbida 4-yillikda o'qiyotdi. Shundaq-ku Kamranlar. Bu tanlash Kamranninki o'zining qiziqishi sababli tanlashmi yoki xosiyatda sening yo'l ko'rsatishing bilan tanlagan kasbmi? Qanday Kamran? O'z javob berib baqsin Kamran. Menimcha bo'lsa bakrak opamniki ta'siri. Kishkirtishi bilan bo'ldimkin deb o'ylayman. Endi kichikimdan boshlab opam Diyanshitayda ishlagan ekan. Men bu hisobda Diyanshitayda cho'ng bo'lgan ishchida. Har xil etotlarni ko'rib, naqshlarni anglab, ko'plagan ustozlarimizni, artist ustozlarimizni ko'rib cho'ng bo'lgan. Balkim shundan ta'siri bo'ldimki, men bu o'zimni amroq yaxshi ko'raman. Muzikani ham yaxshi ko'raman. Endi aktyorlik o'qib qilishimga eng chong sabab shu opam Sababchi bo'lgan. Onun için bu Kamran naqshini pek yaxshi yetir ekan. Men naqshlarni bir necha qitam shu telefonlarda, undidarlarda jiq ko'rdimcha. Shundaq yaxshi yetir ekan naqshini. Undan boshqa ko'pchilikning esida bo'lsa kerak, Kamran Ipak yo'li sadasi programmasiga qatnashib, hammamizning diqqatini qo'zg'agan. Undan boshqa uningki ana degan naqshini men dastlab anglaganda rost yig'lagan jumu. Raslam. U o'ylabdi başqa hissiyat emas, balki bir farzandning ona bo'lgan muhabbati va minnatdorlik tuyg'usi biz onalarni ko'rganda rost ta'sirlantirdik. Ko'zim yosh keldi. Voyjon, ash naqshini bir anglab baqanlik birlikda bulamda Kamran bir azam aytib bersin. Farishta ekansan, men uni bilmabdiman. Yiroqdaman, opa, doim seni eslayman. Ayım sen, yıldızım sen, karıtını yoruk kığamı sen. Daim albımını içip, sürütünge karayman. Apa, canım apa, zar buldum senin itinga. Kan koçup uğrar idim, bolsan yenim. Da apa canım apa men salamet endişe bulma men yok peşinde üzenli köp asrar. Rahmat. Kamran naqshini ayt yaxshi aytdi. Hammamiz intayin qo'shildik. Hamda vaqtni cho'ng tutib, tamoq etishni boshlab ketamiz qasiyada. Tamoq etdimiz. Shundaymi? Dapenji etdimiz. Voy, dapenji. Koinotda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Shinjong Aylin oz guruhi plan muzikalik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Plantning esilligi dilingizda bo'lsin. Plant taomlarining ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planetda qayerda siz desa, men planetda da. Aylin oz guruhi plant muzikalik taomlar restorani. Mısran qizlari 31, 32 bo'ldi mu? Timtirab uyga olgan bolan ko'rdingizmi? Yanchiqning bir qizini bir tilbasam depirman. Men Misran qizlari. Misran yurishlik mahsulotlari. Undaqda bugungi aytmoqchi bo'lgan dapenjiringizga ketirgan materiallar bilan bir tanishib chiqamda qasiyada. Buldu. Bununla to'g'ri go'shi, buni shaq to'g'ri olgandan keyin, ananikin yanyu, ananikin qizil laza, ushliq laza, qurtilgan ushliq laza, ananikin asosli zanjivil, samsa, ananikin piyaz, so'ng piyaz. Endi ko'k laza, sarsak mı bo'ldi, samsak mı bo'ldi? Ranglik chiqarish uchun, nisbat kirgizish uchun. Ananikin ochiq suv. Ochiq suvni
samsaqni ochiq suv chilab qo'yamiz. Ana lekin teoliyodan, ana lekin maxsus mushtapanjininki. Maxsus mushtapanjining teoliyosi bor. Teoliyoni seversak, texim tamlik bo'ladi. Ay, teoliyo bor. Programmamizni alayda qo'llagan o'zchin tamtet qo'llarininki mana Şinjan dapenceyi işildirgan baylıqqa suyu qiyam ya. Mavi tetik qo'llar ya. Dapenceni qurish boshqa kitabda qada. Birinchi bosqichda. Birinchi bosqichda go'shtni chiroyli to'g'rab oldik. Andan keyin bu ko'ktatlarni to'g'rab oldik, saylarni to'g'rab oldik. Mana qadrli ko'rman do'stlar, ko'raqmaninglar. Aylinaz Guroyi nomidagi tamoq pishti programmasi. Shundoq programmamizni o'z uchun tam qurishlari alayda qo'llagan. Programmamizni Misran qizlari alayda talab qilgan. Saylarni to'g'rab oldik. Endi navbat samsaq keldimi? Navbat samsaq keldi. Samsaqni ezibli qo'ysak bo'ldi ekanda da. Endi uni nima qilasiz? Men mana ochiq suv chilab qo'yman, ta'm kirdi samsaqqa. Manda bir Bunu devetmepmende. Qazanni qizibdi, yog'ini qo'yib olaylik. Qanchalik yog' quysak bo'ldi? 2 cho'mish may qo'ydim. Shekani. Voy, mondasi. Bu taxminan qancha? 1 qo'shiq, 20 qo'shiq. 2 qo'shiq. Buni soldi. Xosiyatlarniki Bayam Şemsiyan adam deb o'tgan iqtidorlardan boshqa mening bildig'im mush ovoz berish jihatimi alohida iqtidor bor. Chunki biz kichik vaqtlarimiz yaxshi ko'radigan Markoning opasini izlashi, yeyishu, aqlliq yeyishudagi shoyanning obrazi. Markoning ovozi, u men xosiyatdan u ovozdan xosiyatdan berganligini faqat bilmaydi ekanman. Keyin cho'ng olgandan keyin do orqa qarsa Marko xosiyat qurbon deb turdi, ovoz berganlar. Ondan keyin yeyishuniki qarsam, yeyishida shoyanziga xosiyat qurbon dedi. Bu ovoz berish jihatdan talant bor ekan. Marko rolini qanday bergan bo'g'aydi? Bir jumlani anglab qilsak bo'lamda. Bu gapni unutib qoldingmi ya? Qolganmi? Amidiyo! Opa Amidiyo! Mono! İşte qulaq ha bir xil. Mondami iqtidorim bor, deydi. Ben piyazning qilgachi yana bir maxfiyatni sizlar faqat uqmayotgansizlar deb beraymi? Deb berga. Mencha asli, tantarbiyachi, topchi. Başlama? Ben futbol oynaydım asli. Futbolchudum. Başlangıç 3. sınıfdan başlap şu sengacha men TV'de yatakta yetib futbol oynadim. Ben onun üstüge düyrandım. Çempion oynaydım şuna bilan. Hujumchi? Hujumchidim. Hadi Sangcan salmaz. Sangcan saldık, ben zencibilini saldık. Bizden tem çıkırmız. Apamni başqalar bu bir tal qız tutsa, bu urug' tutsa, aş putul top dikmensin ma'qul deblar. Cho'chakma bir yer musobaqa borganda mashinadan tushirib olgan ketgan. O'ynag'izmay. Shuna bilan musobaqa o'ynamaylar. Shu opiriblarniki o'tir maktabniki normal sinfga chiqib ketib, meni top o'ynag'ini qo'ymagan. Lekin maktabda yanilam tarbiya, san'at hamma faoliyatda aktivdim. Men qani Xusan vaqtimda quloqsiz 3-yillik vaqtimda jiroq sakrashning rekordini buzib, ta 7-8 yilgacha hech kim buzolmagan rekordni. Voy, xosiyat qurbon. Lazım seyit. Endi qurtulgan qizil lazım. Qurtulgan qizil lazımimizni onu soğutchilab yumshitib olmiz shunda emasmi? Yumshitib oldik. Suyini quyib bersak-mi bo'ladi, lekin endi pek ochiq bo'lib ketib kelay. Yemay qolmaylik. Endi mana yong'yoni silib, ama yong'yuga mamay bize ishchib, ilishib olsin. Endi ekberfka tetqon solamiz. Tetqon, mana tetqon abaytim dedik, o'z uchun kam tetqonlar. Bunda yaxshi, bir xaltada ishqis chiqadi ekan, mana shu yo'qqa ishqitam ishlasak bo'ldi ekan. Ishqilisini ishiltimiz shundaqmi? Ishqilisini ishiltaydi. Xo'sh, undaqda xosiyatda buni hozir dumlaymiz. Qanchalik vaqtimiz bo'ldi? Taxminan 10 minut atrofida dumlasak bo'ldi. 10 minutda. O'tiral o'tda. Mısran deydu, istizoyeydu, açık çiçek kavaktan pek güzellik deydu. İsem yegin mısran, kömülde kalmaz arman. Hayali dünyadaki lezzet mısran kızlar.
kuruluşları. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqiş mərkəzi Çiniqiş uskunları, köngüllik aram ilish rayoni, pokiza munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali Çiniqiş arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqiş arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzida ishga oshsin. Qazınım qaynab ketdi. Endi makuk lazım silib azroq rang berib. Hadi. Hep qizil bo'lib qoldi, endi azroq endi. Rang ketib qo'yay. Vaqtni to'shib qopdi, endi. Rahmatcamda. Rahmatcamda. Açaylı. Açaylı. 2 3. Tamam. Wow, bek o'xshab ketgandek turdi juma. Qalayli. Qalayli. O'xshagan tomoqni mush Nazifaning tavqiga olamiz. Mana xasiyat adam o'qishib aytgan dapanjini usib oldik. Endi o'shani bir tetib baqandoq mehmonlar. Taqayli. Biz martaqsizlarni taqtay. Dapanji tetadigan eng usta odamlar oldi bilan. Uydikiga o'xshabdimi bir tetib? Go'shtini yapaqdi-chu, go'shti o'xshislam qag'ayir o'xshaydi buning. Men yangyusni qarab baho berman dapanjiga. Mau. Bir tishsizlar. Bilgili oldi ekan. Andan Mau. Temra, to'g'ri düşününki, xurishlarning ta'mi shunda o'tibdi ma yangyuga. Xo'sh, qadrli televizor ko'ruvchilar, biz bugungi tamoq pishti programmamizda Xasiyat Qurbon bilan uning kelishgan o'g'li Kamran Kamil birlikda aytgan dapanjini etish usullarini o'rganib oldik. Shu bilan bir vaqt ularning hikoyalaridan bahramlandik. Xasiyat Qurbon va Kamronga yana bir qitim rahmat aytamiz. Shunda rahmat sizlarga, qadrli ko'rmanlar. Tamoq pishti programmamizning bugungi soni vaqt munosabatidan mana bu yerda axlashdik. Kelaksan programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Hərəkət həyatlıqның mənbəsi, hərəkət sağlamlıq deməklikdir. Ruhi və cismani sağlamlığınız arzuyunuz bolsun. Güçlük sağlam bulaydısınız, Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəziga kelin. Baburbadi Çiniqiş mərkəzi Çiniqiş uskunları, köngüllik aram ilish rayoni, pokiza munchi muhiti, kasblashgan trenerlarning astoydil yetaklashi orqali Çiniqiş arzuyingizni amalga oshirishga yordam berdi. Çiniqiş arzuyingiz Aylin Az Baburbadi Çiniqiş mərkəzida ishga oshsin. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda bir plan bor. Şinjan Aylin Az guruhi plan musiqilik taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilimizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilimizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin Az guruhi plan musiqilik taomlar Perişteyken sen ben onu bilmedim yarattım ben apa daim seni özleymen ayım sen yıldızım sen karıttın diyorum sen daim albümünü içip sürüttün gel karayma Apa, canım apa Zar buldu senin etine Kanguça purar edim Bolsan kaşında Apa, canım apa Men salamet endişem olma Men yok kaşımda özlemli Köp asıra Perişteyken sen Ben onu bilmedim Yarattım ben Ama